Bir vaqtlar qadim podshohlikda yuragi jang va hukm bilan to'lgan qirol yashardi. Uning kuchi oldinda, hamma qo'rqar, ammo u o'z qalbida tinchlik topa olmasdi. U kechalari uxlay olmasdi. Gapirsa, nafratini to'kardi. Sukut saqlasa, g'azabidan portlardi. Bir kuni u eshitdiki, tog'ning narigi tarafida bir zohid bor ekan. U yillar davomida biror marta ham so'z aytmagan, lekin uning sukutida shunday hikmat bor ekanki, kim uning yo'llariga borsa, qalbi poklanar, hayoti o'zgarib ketarmish. Qirol hayratda qoldi. Qanday qilib so'zsiz odam hikmat aytsin, deb o'yladi u. Shunday bo'lsa-da, u zohidning huzuriga chiqishga qaror qildi. Qirol tog' tepasiga chiqqan paytda shamolning shivir-shiviri, qushlarning chaqchaqi va barglarning titrashi ham go'yo sukutni aytardi. Zohid tashqarida oq kiyimda, ko'zlarini yumgan holda o'tirgan ekan. Qirol yonlariga borib dedi: "Men podshohman. Menda barcha narsa bor. Taxt, boylik, hurmat. Lekin qalbim tinch emas. Menga hikmatingni ayt." Zohid ko'zlarini ochdi, ammo og'zini ochmadi. Faqat orqaga burilib qirolga ko'rsatdi. U yerda suv oqardi. Qirol hayron bo'ldi. Suv? Bu nima demoqchi? Zohid yana sukut saqladi. So'ng yonidagi toshni oldi, suvga tashladi. To'lqinlar paydo bo'ldi. So'ng yana sukut. Qirol necha daqiqa qarab turdi. To'lqinlar so'ngach, suv yana tinchidi. Shunda Zohid ilk bor og'zini ochdi. "Qirol, sening qalbing ham shu suvdek. Gapingni har biri tosh. So'zing ko'p bo'lsa, to'lqinlar tinmaydi. Tinchlik sukut orqali keladi." Qirol qalbi larza his qildi, lekin u hali ham ishonmasdi. Sinalishni xohlab, u hikmatgo'yni sinovga tutdi. "Agar men 1 yil sukut saqlasam, haqiqiy tinchlikni topamanmi?" Zohid bosh irg'adi. Shunday qilib, qirol qaror qildi: 1 yil so'z aytmaslikni. Birinchi oyda u azoblandi. Hech kimga buyruq bera olmasdi. Ikkinchi oyda u odamlarni tinglashni o'rgandi. 3-chi oyda esa u o'z qalbining so'zini eshitdi. Yil tugaganda esa u shunday odamga aylandiki, uning ko'zida g'azab emas, nur bor edi. U yana Zohidning huzuriga qaytdi va past ovozda dedi: "Sen haqsan. So'z kurash, sukut fath ekan." Zohid jim turdi, faqat yelkaga qo'l qo'ydi va tabassum qildi. Oradan yillar o'tgach, u qirol haqida shunday deyishardi: "U kam gapirar, lekin har gapi gavhar edi." Haqiqiy donolik gapirishda emas, qachon jim turishni bilishdadir.